2026 yilgi Chevrolet Blazer bu zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va qulaylikni o'zida mujassam etgan yangi avlod krossoveridir. Yangi model o'zining sportcha tashqi ko'rinishi, yuqori darajadagi ichki komforti va ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan ajralib turadi. Blazerni tashqi tomondan ko'rsangiz, birinchi e'tiborni tortadigan narsa uning keskin chiziqlari va agressiv radiator panjarasi bo'ladi. Old faralar LED texnologiyasida ishlab chiqilgan bo'lib, tungi haydashda mukammal yoritish beradi. Orqa tomondagi LED chiroqlar esa avtomobilga yanada zamonaviy ko'rinish bag'ishlaydi. Salon qismi keng va hashamatli. Premium materiallar, qulay o'rindiqlar va zamonaviy multimedia tizimi haydovchi hamda yo'lovchilarga maksimal qulaylikni ta'minlaydi. 10.2 dyuymli sensorli ekran orqali Android Auto va Apple CarPlay funksiyalaridan foydalanish mumkin. Boshqaruv paneli intuitiv tarzda joylashtirilgan, shuningdek, simsiz zaryadlash, Wi-Fi hotspot va bir nechta USBportlar mavjud. 2026 yilgi Blazerda 2.6 litrli turbo dvigatel va 3.6 litrli V6 variantlari mavjud. Ular avtomatik 9 pogonali transmissiya bilan birgalikda ishlaydi. Yangi modelning yo'l tutishi yanada barqaror bo'lib, to'liq g'ildirakli tortish tizimi, AMT, yo'ldan tashqari sharoitlarda ham mukammal boshqaruvni ta'minlaydi. Xavfsizlik sohasida ham Chevrolet Blazer ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. Old to'qnashuvni ogohlantirish, avtomatik tormoz tizimi, chiziqni saqlash yordamchisi, adaptiv kruz nazorati va orqa ko'rish kamerasidan tashqari 360 ko'rish tizimi ham mavjud. Yo'lovchilar uchun maksimal tinchlik va ishonch hissi yaratgan Blazer, oilaviy safarlar uchun ham, sport ruhidagi haydovchilar uchun ham mos. 2026 yilgi Chevrolet Blazer narxi bozorlarga qarab farq qiladi, ammo taxminan $38,000 boshlanishi kutilmoqda. Bu model o'z segmentida zamonaviylik, ishonchlilik va kuchni birlashtirgan mukammal tanlov hisoblanadi. Agar siz yangi avlod, dizayn va texnologiyani birlashtirgan crossover izlayotgan bo'lsangiz, 2026 yilgi Chevrolet Blazer aynan siz uchun yaratilgan.